Qandli diabetda oyoqlarni chirishi bu diabetik neyropatiya, gangrena deb ataladi. Bu juda og'ir asorat bo'lib, juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Undan tashqari ko'rlikka olib kelishi mumkin. Juda og'ir asoratlari ko'p. Nimaga? Chunki boshida bu kasallikni ko'pchilik o'tkazib yuboradi. Biz shifokorlar keyin faqat asorati bilan kurashishga to'g'ri keladi. Bu kasallik juda xavfli bo'lgani uchun hozir biz sizlarga quyidagilarni tushuntirib beramiz. Qanday paydo bo'ladi qandli diabet? Mexanizmi, asoratlari, nima qilishimiz kerak buni bartaraf qilishimiz uchun? Qanday o'simliklarni ishlatsak buni asorati kamayadi? Statistik ma'lumotlarga qaraganimizda bu juda ham dolzarb muammo. Qarang. Bizni xalqimizni 300 mingga yaqini bu kasallik bilan duchor. Ofitsial statistikada. Shulardan 900 o'spirin, 2300 yosh bolalar. Lekin 38 yil tajribamga kelib chiqqanimda har ikkinchi manda bemor qandli diabetni u yoki bu turi bilan kasallangan, xastalangan. Qaysidir toifasi yengil, qaysidir og'ir. O'shanga statistika bu haqiqiy hayotdan ozgina orqada qolyapti. Bu juda ham dolzarb bo'lgani uchun bu mavzuni bugun ko'tarishga o'zimizga jur'at qildik. Keling, men hozir sodda tilda qanaqa qilib shakarni kamaytirish yoki bu mexanizmi bizning organizmda qanday bo'lishini tushuntirib beraman. Biz uglevodlar yedik, shirinliklar yedik. Mana masalan yuguriylik deymiz. Yo'q. Darrov keskin qon tomirida shakar miqdori keskin ko'payib ketadi. Yuqori bo'ladi. Shu paytda oshqozon osti bezi bizga boshqa gormon, uni ismi insulin ishlab chiqadi. Nima qiladi u? Qondagi shakar miqdorini kamaytirib beradi. Qanday qilib? U bizda hujayralarimiz, bizda juda ham ko'p hujayralar bor, darvozadek eshigini ochib beradi, shakar hujayralarga kiradi va shu bilan qon tomiri ichida shakar miqdori kamayadi. O'zi shakar nega kerak? Quvvat uchun kerak. Hujayralar buni bizga quvvat uchun ishlatib beradi. Kuch bo'ladi, charchoq bo'lmaydi, ko'p narsalarga bizi moyillik paydo bo'ladi. Bu normal insonlarda. Ammo lekin bizda unday ishlamaydi. Nega? Sabablari ko'p. Stressda bizami? Ha. Stressda nima bo'ladi? Kortizol gormoni ishlab chiqiladi. Kortizol nima qiladi? U shakarni ko'tarib beradi. Juda ko'pchilikni so'rasam, ota-onasida qandli diabet bo'lgan. Bizda shunaqa punktlar bor. Ota-onangiz kasal bo'lganmi, duchor bo'lganmi? Demak, irsiy moyillik har ikkinchi insonda. Uchinchisi ortiqcha vazn. Qorin bo'shlig'idagi yog' insulinni hujayrani kalitini ochib berishga to'sqinlik qiladi. Yana bitta omil bu kam harakatli. Kam harakatli bo'lganda hujayralar energiya ishlab chiqmaydi. Shakar qon tomirida qolib ketaveradi va shakar juda yuqori qolaveradi. So'rashingiz mumkin, qolib ketaversin? Yo'q. Shakar qon tomirida qancha ko'p qolsa, shuncha asoratlari organizmga berayotgan asoratlari kuchayib ketaveradi. Qarang, qandli diabet avval yaqin 10 yil avval 40 yoshdan keyin uchraydi. Ikkinchi tur diabet. 50 yoshdan keyin keskin ko'payib ketardi, qarilarda juda ko'p uchrardi. Ammo lekin hozir bu umuman o'zgarib ketgan. Hozir 20 yoshda ham biz qandli diabet ikkinchi turini ko'ryapmiz. 30 yoshda ham ko'ryapmiz. 40-50 yoshda bu geometrik progressiyada ko'payib ketyapti. Majburman har bitta bemorda shakarni o'sha yuqoridagi aytgan analizlarni aniqlashga. O'zligi bilmagan holda aniqlab berganimda ular mendan xafa bo'lishadi. Bilishmaydiki qanchalik voqli men bu belgilarni ularga bersam, shunchalik orqaga qaytarish, asoratsiz bu kasallikka yengish osonroq. Bu qanday belgilar? Avvalambor tinki qurish, holsizlik. Bu juda katta alomat. Ikkinchisi bu chanqoqlik. Ayniqsa chillalarda yo'q, ko'p yeyapman, kam suv ichuvdim, o'shanga kechasi ko'p ichib yubordim, tarvuz yedim, yo'q. Suv ichdimda o'sha uchun yozilishim ko'payib ketdi, ayniqsa kechasi yozilishga ko'p chiqyapman, bu 3-alomati. 4-alomati quvvatsizlik. 5-alomati keskin ko'rish qobiliyati pasayib ketadi. 6-alomati
Birinchidan yara paydo bo'ladi. Paydo bo'lgan yaralar tez bitmaydi. Bittami, ikkitami, uchtami, lekin hatto bitta shu alomatlar sizda paydo bo'lsa, chopib borib, mayerkan 3 ta analiz topshiring. Bu qanday analizlar? Och qoringa qon miqdoridagi qandni tekshirish. Undan keyin ovqatlangandan keyin 2 soatdan keyin qon tomirdagi qon miqdorini tekshirish va uchinchisi glikirованный gemoglobinni tekshirish. Imkoniyat bo'lsa har 3 oyda, imkoniyat bo'lmasa yarim yilda bir marta. Lekin buni uchalasini qilishingiz shart. Men tushuntirib beray negaligini. Chunki boshida ertalab nahorga och qoringa bizning shakar miqdorimiz norma bo'lishi mumkin. Ammo lekin ovqatlangandan keyin oshib ketishi bu qandli diabet yoki qandli diabetdan avvalgi simptomlardan bittasi. Bu juda ahamiyatli biz uchun. Shu uchun aytamizki, uchala analizni baravariga topshiringlar, iltimos deymiz. Yana bitta sizga qo'shimcha, qachon kardiologga borasizlar? Xo'p, bordinglar. Qon bosim balon. Kardiolog hech qachon shakar miqdorini tekshirishga yubormaydi. Bilmaydiki, organizm bir-biriga bog'liq. Qon miqdorida shakar balon bo'lganda, bu 100% qon bosim balon bo'ladi. Shunda biz agar shakar miqdorini kamaytirsak, o'z-o'zidan qon bosim kamayadi. U даже Yevropa hozirgi olimlar 2023-yilga bizga protokolga yozma ravishda qon bosim tushiradigan dorini ichiga yana 2 ta shakar tushiradigan dori qo'shib qo'yishgan. Nega? Chunki bu bir-biriga bog'liq omillar. Busiz kasallikka shifo topib berish juda qiyin. Bizning xalqimiz juda ham o'simlik ziravorlarga bog'langan. Bunga asos bor. Nega? Chunki qandli diabetda jigar ham xastalanadi, kasal bo'ladi. A jigar ko'p dorilarni yoqtirmaydi. Shu uchun asosiy dorilardan tashqari shunaqa o'simlik bor. Masalan, sizda qandli diabet. Hammamiz biladigan topinambur degan o'simlik bor. U nima qiladi? Nimaga uni men tavsiya qilaman? Chunki uni ichida inulin degan modda bor. Bu birinchidan. U kletchatkaga juda ham boy. Uchinchidan unda juda har xil vitaminlar, minerallarga boy o'simlik. U darrov shakarni tushirmaydi. Lekin kletchatka nima qilib beradi? Qonga shakarni oshqozondan so'rib berishini sekinlashtirib beradi. Bu juda bizga kerak. Darrov qon miqdorida shakar oshib ketmaydi. Bu dorivor o'simlikka iste'mol qilganimiz. Qaranglar, undan tashqari bizda foydali, lekin har kuni ishlatadigan o'simliklar bor. Masalan, imbir deymiz, o'zbekchada zanjabil. Nima qilib beradi? Diabet asoratlariga bog'liq moddalar darajasini kamaytirib beradi. Qarang, senilna zig'ir urug'i ko'p miqdorda tolaga boy. Juda ham ko'plarda oshqozon yaxshi yurmaydi, yaxshi ishlamaydi. U nima qilib beradi? Uglevodlarni sekin so'rilishiga yordam beradi. Topinamburda ham shu xususiyat bor. Qandni keskin ko'tarilishini oldini oladi. Yana bitta o'simlik bor, radiola. Radiola bizda adaptogen. Nega? Hammamiz har kuni stressda biz bolalarga baqiramiz, shopir bo'lib mashinalarda urishamizmi, nimadirlar qilamiz, lekin radiolani iste'mol qilganimizda ozgina stress bizda kamayadi. Bismertnik degan dorivor o'simlik bor. Bismertnik bu bo'znoch deydi, jigar va o't yo'llarini qo'llab-quvvatlaydi, yordam beradi saproq haydashga. Aduvanchik bor. U bizani modda almashuvini qo'llab-quvvatlashda ishlaydi. To'g'ri, hozir yana qaytaraman, lekin bu juda ham muhim. Xohlamaymiz-ku qandli diabet bizda bo'lishini. Nima qilishimiz mumkin? Profilaktikaga ahamiyat beramiz. To'g'ri ovqatlanamiz. Har xil shakar, ortiqcha ovqatlardan saqlanamiz. Jismoniy faollikka oshiramiz. Nimaga? Chunki harakat hujayralariga glyukozani ishlatishga yordam beradi. Qand darajasini nazorat qilamiz, har 3 oyda analiz topshiramiz. Diabet faqat o'zi bilan xavfli emas. Yurak qon tomir kasalligiga olib keladi, ko'rish muammosi paydo bo'ladi. Buyrak, eng kerakligi bizani buyrak zararlanadi va qon tomir asoratlari xavfini oshiradi.
O'z-o'zidan gapirayotganim yo'q. Biza diabetni o'zida emas, o'zi ham xavfli, asorati ham xavfli. Ammo lekin bitta yana qo'shimcha eng yomon odati qon tomirlarni, bizda qon tomir barcha organizmda qon tomir yo'q joyi o'zi yo'q. Hammasiga shikast yetkazadi. Hammasini zararlantiradi. Asosiy hozirgi mavzudagi xulosamiz yoki sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy mani fikrim bu diabet nega xavfli? Chunki o'z-o'zidan faqat asorat, har xil gangrenalar, ko'rlik emas. Undan tashqari bizda qon tomirlarni zararlantiradi. Ko'rsatingchi, qaysi organizmimizda qon tomiri yo'q joyi o'zi yo'q. Ichki intim sloyini bizga zararlantirib beradi. Ikkinchidan, ko'z tubiga juda katta zarar, o'sha uchun qandli diabet insonlar tez ko'r bo'lib qoladi. Bizda eng nozik qon tomirlar buyrakda joylashgan. Birinchi qandli diabet bilan kasallangan bemorlarni birinchi bo'lib shikastlanadigan organi bu buyrak. Oqsil moddani juda katta miqdorda chiqazib yuboradi. Holsizlik ham shu bilan bog'liq bo'ladi. Yana qanaqa asorati? Sizlar menga aytingki, qaysi a'zoni qandli diabet bo'lgan kasalliklarda asorati yo'qki, qaysi tizimni olaylik, qandli diabet barcha tizimlarimizni shikastlantiradi. Shu uchun qon miqdorini har kuni muntazam ravishda biza o'lchab kamaytirishga olib borishimiz shart. Endi juda qo'rqitib yubordi, ammo lekin bitta yaxshi yangilik bor. Hamma o'ylaydiki, bu qandli diabet umuman tuzalmaydigan kasallik. Yo'q. Sizga sekin aytishim mumkin, tuzaladi. Qachon? Qachonki yeyotgan ovqat ratsionimizni almashtirsak, bizga kerakli ovqatlanishni o'zgartirib, kerakli moddalarni iste'mol qilsak, nokeragini iste'mol qilmasak, sal bo'lsa ham harakatni boshlab, yurishni boshlab, jismoniy harakatimizni ko'paytirsak, bu oson. Doimiy hali qandli diabet bo'lmadik, lekin qandni miqdorini analizlarda topshirib yursak va nazorat qilib yursak, shunda bu kasallikni, qandli diabetni jilovini ushlab olgan bo'lamiz. To'g'ri, bu profilaktik, lekin buni har kuni, har kim, har doim qilishi shart. 20 yoshdami u, 70 yoshdami, farqi yo'q. Yana bir marta qaytarib o'taman. Jismoniy harakat, vaznni kamaytirish, ayniqsa 70% ovqat ratsioningizga e'tibor berib, uglevodlarni iste'mol qilmaslik. Bizda o'ylashadiki, meva bu uglevod emas. Yo'q, mevani ham kamaytirish. Bitta yashil olma mumkin qandli diabetga bir kunda. Va qon miqdorini nazorat qilish. Agar shunga e'tiborli bo'lsangiz, sizda bor qon bosim ham, bor qandli diabet ham, qon bosim ham yo'q bo'ladi. Paydo bo'lmaganini oldini olgan bo'ladi. Agar sog'liq haqida oddiy va kerakli ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang.